Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Million yillar oldin yashagan hayvonlar bahaybat kattaliklari bilan u haqida eshitgan insoniyatni hayratlantirmoqda. Keling, ularga bir to'xtalib o'tamiz. Birinchi, Titanoboa. Yerda 60-70 million yil yashagan. Og'irligi 1 tonnadan oshib, uzunligi 13 metr bo'lgan. Ikkinchi, Siriyalik tuya. Bu tuya 100 ming yil oldin yashagan. O'sha payt ham oldingi odamlar bo'lgan. Taxminlar bo'yicha bu tuya unga ko'p ovlar bo'lgani tufayli qirilib ketgan. Uchinchi, Mozazavr. Bu shafqatsiz hayvon uzunasiga 17 metrgacha yetib borgan. To'rtinchi, Leoplevrodon. Dengizning eng katta maxluqi 25 metrlar atrofida bo'lgan va uning og'irligi 100 tonnadan og'ir bo'lgan. Beshinchi, Sarkozux. Zamonaviy timsohning ajdodi. Uning uzunligi 12 metr atrofida bo'lgan, og'irligi esa 8 tonna bo'lgan. Oltinchi, Indotkoteri. Bu yerda mavjud bo'lgan hayvonlarning ichida eng katta o'txo'r hayvon bo'lgan. Og'irligi 20 tonna, uzunligi esa 5 metr bo'lgan. Yettinchi, Kitli akula. Bahaybat kit akulasi hozir ham uzunligi 20 metrgacha bo'lishi mumkin. Sakkizinchi, Litsixtis. Bu bahaybat hayvon uzunligi 30 metrgacha o'sishi mumkin, lekin u kit akulasiga o'xshab faqat planktonlar bilan ovqatlangan. To'qqizinchi, Kronozavr. Bu maxluqning taxminan uzunligi 10 metrgacha o'sgan. 10-chi, Shaxtazavr. 20 metr uzunlikdan kattaroq topilgan dengizning eng bahaybat reptiliyalaridan biri. 11-chi, Argentinozavr. Hozircha faqat suyaklari topilgan, lekin shundan ham ma'lum yerdagi mavjudotlarning eng kattasi shu bo'lgan. 12-chi, Megalodon. 1,5 million yil avval qirilib ketgan gigant qadimiy akula. Shunisi ham yaxshi. 13-chi, Moviy kit. Hozirgi paytdagi gigant mavjudotlar. Moviy kit oldingi yashovchi hayvonlarning rekord qo'yganlaridan biri. Uning uzunligi 33 metr bo'lib, og'irligi 150 tonnadan ortiq bo'lgan. Qadrli muxlislar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va kanalga albatta obuna bo'ling.